alaykum. Rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, mana biz Vivan gastinsasining oldida turibmiz. Hozir ichkariga kirib iftorlikka qanday tayyorgarlik ko'rayotganini video obzor qilamiz. Tomosha qilinglar. Kelle götürüyor. Ha. Gittik. Hadi vaklığa ne? Böyle kişiler de yok değil. Assalomu alaykum opalar, tuzukmisizlar? Ziyoratlaringlar qabul bo'lsin. Qanday endi bu yerda gastinsada anaqa yeb ichishlar, sharoitlar yo'q? Zo'r, elhamdülillah. Zo'rmi? Zo'r, Ovqatlari zo'r. Xizmatlari Xizmatlari qanaqa? Tozalik? Xizmatlari deb a'lo darajada. Ha, yaxshi. Necha mahal ovqat misol? Hozir ro'za Ramazonda 2 mahal. 2 mahal. Nima ovqatlar beryapti? Masalan, ertamanda, saharlikka. Safarlikka hamma majbur, hamma. Hamma yo'q, go'zal. Anaqa yo'q. Nima deydi? Ovqatlari Shikoyat yo'q. yo'q, har xil tarvuzgacha bor, banan, ilohim, ilohim. mandarin, pomidor, shogri, baliq, hamma narsa tuxum, qaysi birisini yeb chiqishasiz, shunchalik vaj. Zo'ra. Ilohim, mana ziyoratlaringlarda Allohim o'ylaganinglardan ham ziyoda qilib bersin. Rahmat sizlarga, opa. Mana ayollarda iftorlik qiladigan joyiga kelib kelyapti sultonlar. Mana ayollardek. Go'zal holatda. Tozalikka gap bo'lishi mumkin emas. Juda chiroyli. Juda ozoda. Aziz yurtdoshlar, bu erkaklarda oshtaqa hoji dadalarni iftorlik qiladigan joylari. Mana ko'rib zavq olinglar. O'ta go'zal. Nihoyatda ozodalik gap bo'lishi mumkin emas. Juda chiroyli holatda tuzalgan. İnşallah bugun iftorlikda video syomka qilamiz. Oshtaqa ojonalarni inshaalloh ko'rib niyat qilganlar umra ziyoratiga murojaat qila olasizlar inshaalloh.